Baroni qizi. Buni narxi 2500 dollar. Dolasa katta narsa bo'ladi bu. Onasini. Onasi ham katta buni. Otasi ham katta. Bu ham baroni qizi. Bu ham sotiladi. Buni onasi bu. Buni onasi. Maşallah, maşallah. Krasavitsalar buni. Tulasha keldi. Erkakka o'xshaydi. Bu men eng yoqtirgan bu ham bo'ladi. Bo'ylari 1.75, yosh 4 yashar. Birinchi bolasi. Baytalni moshni so'raganlarga mana baytalni moshnisi. Narxi 2500 dollar. Bu sotilgan Qo'qonga. Buni narxi ham 2500 dollar. Ko'pchilik aytishi mumkin qimmat deb. Puliga arziydigan narsa olasan. Onalari katta, bo'ylari 1.75. Otalari ham zo'r. Bular otasini sotdik. Jazaqqa sotdik. Bular otasi Begzod polvon. Alisher polvon shopadi. Men bo'lmas. Bu Qo'qonga sotildi. Bunisi u Andijonga sotildi. Diyorbek akamizga. Bu 1 yoshlik baytalchi. Bular sotilmaydi. Buni Samarqandga sotdik Akbar akamizga. Bu qiz bu. Buni aslidan qayerligida aslidan degan ukam sotdik. Qashqadaryodan. Baronni bolasi. Aslidan mana uka toyis. Bola zo'r narsa oladi bu ham. Bu baytalcha ham sotiladi. Bular 2 oylik bo'ladi.